Endi sizga yana ham yaqinroqmiz. Biz ona tili va adabiyot fanidan onlayn darslarni yo'lga qo'ydik. Bizning darslarimiz boshqa onlayn darslardan keskin farq qiladi. Mashg'ulotlar sodda va tushunarli tarzda olib boriladi. Darslarni 2 karra A sertifikati, 2 karra A+ sertifikati sohibi, adabiyotshunoslik bo'yicha magistr, esse bo'yicha tashqi ekspert Afzaldim Nizomiddinov, ya'ni men hamda tilshunos doktorant, esse bo'yicha tashqi ekspert Robiya Akbaraliyevalar olib boradi. 5 oyda 0 dan A darajagacha olib chiqamiz. Bordi-yu, bizda o'qib, barcha topshiriqlarni bajarib, lekin sertifikat ola olmasangiz, keyingi imtihongacha bepul o'qing. Kurs ona tili va adabiyot fani ustozlari, boshlang'ich sinf ustozlari, asosiy fan uchun ona tili o'qiyotganlar yoki majburiy fan uchun ona tili o'qimoqchi bo'lganlar uchun. Videoni mana shunday onlayn kurs izlab yurgan tanishlarga jo'natib qo'ying, obuna bo'lishni unutmang. Qo'shimcha ma'lumotlar uchun esa quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.